A punktdan 30 kilometr uzoqlashgach, piyodanikidan 5 marta katta tezlik bilan velosipedchi yo'lga chiqdi deyapti. Yani A punkt shu yerdan 30 kilometr yurdi piyoda. Shunda mana B nuqtaga kelibdi. Yo'q, mana shu yerga kelibdi, bu C nuqta deb turadi. Buning tezligi V ga teng. Tezligi V ga teng. Endi xuddi shu A nuqtadan tezligi 5 marta, ya'ni 5 V ga teng bo'lgan boshqa velosipedchi harakatini boshlabdi-da, piyoda mana bunda yana harakatlanib B nuqtaga kelguncha velosipedchimiz ham B nuqtaga keldi. Ya'ni piyoda BS masofani o'tish uchun sarflagan vaqt ichida velosipedchi umumiy A'dan B'gacha bo'lgan masofani bosib qo'yapti. Ikkala vaqt bir-biriga teng. Ya'ni mana bu yerdan piyoda yurib bu nuqtaga kelguncha mana bu yerda velosipedchi A'dan B'ga kelib qo'yibdi. B'ga kelguncha ikkovi bir nuqtaga bir paytda keldi. Aytyapti, agar ular B punktiga bir paytda borgan bo'lsa, punktlar orasida masofani toping. Endi nima ish qilamiz? C dan B ga borish uchun ketayotgan vaqtni T deb belgilab turamiz. Shunda 30 plus V ko'paytirilgan T'miz piyodaning yurgan yo'li bo'ladi. Chunki birinchi 30 km yurgan, keyin V tezlikdan T vaqt yurganda bosib o'tgan yo'li V T bo'ladi. Va shu yo'lni 5 V tezlik bilan T vaqt velosipedchi bosib o'tyapti. Endi shunda 30 teng bo'ladi 5 V ko'paytirilgan T'dan V ko'paytirilgan T'ning ayirmasiga. 30 teng 4 ta V ko'paytirilgan T'ga. Va bundan V ko'paytirilgan T'ni topsak, 30 ning 4 ga nisbati 7,5 ga chiqadi. 7,5 km. Bu degani B dan C gacha bo'lgan masofa degani. BC masofamiz 7,5 kilometr ekan. Endi umumiy yo'l dastlabki 30 kilometr, keyingi 7,5 kilometr. Qo'shsak 37,5 kilometr bo'ladi. D javob.